akalar, Angliyada omonat chiqib qoldi akalar. Bu videoda ko'ringlarsizlar, Yevropa вообще xavf ostiga tushib qoldi akalar. Yevropa olov ichida. Qit'a bo'ylab davom etayotgan anomal issiq to'lqini allaqachon 1300 dan ortiq insonning umriga zomin bo'ldi. Germaniya poytaxti Berlinda harorat rekord darajaga 40 darajaga ko'tarildi. Vaziyat shu darajaga yetdiki, politsiya yordamga kelishga majbur bo'ldi. Ko'chalarda politsiya suv to'plari yordamida aholiga suv purkamoqda. Odatda tartibsizliklarni to'xtatish uchun qo'llanadigan ushbu texnika bugun odamlarning hayotini saqlab qolish va ularni salqinlatishga xizmat qilmoqda. Mutaxassislar ogohlantiradi. Quyosh ostida uzoq qolmaslik va ko'p suyuqlik ichish hayotiy muhimdir. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Ko'rdinglar-a? Xullas, men o'zim hozir boraman Germaniyani o'ziga borib, men sizlarga doказать qilib beraman. Men nima bo'ldi, nima qo'ydi, nima emas. Necha pagoda, necha temperatura, hammasini sizlarga borini yetkazaman, birodar. Sizlarga ehtiyot qilinglar. Yaqinlar, jo'ralar, oshna og'aynilar. O'tkazilgan go'zal vaqtga rozi bo'lasizlar, yaxshi yomon bo'linglar. Alloh o'ziga emanet qilsin.